Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun mushaklar o'sishi, ya'ni gormonal holatda ozroq ma'lumot berib o'taman. Xullas, mushaklarni o'stiruvchi, ya'ni mushaklar o'sishi yaxshilanishi uchun testosteron gormoniga bog'liq bo'ladi. Ya'ni bu erkaklik jinsiy gormoni bu. Qanchalik testosteron baland bo'lsa agar, ya'ni norma bo'yicha normadan balandroq bo'lsa agar, shunchalik yaxshi mushaklar o'sadi va teri osti yog'lari ketadi. Misol uchun beldagi yog'lar, teri osti yog'lari ketib, aynan mushaklar yaxshi rivojlanadi. Hayotiy ko'p faktorlar ta'sir qiladi bunga. Misol uchun birinchi navbatda irsiyat, genetika, ya'ni ayrim insonlarning genetikasida o'zi mushaklar yaxshi rivojlangan yoki rivojlanishga moyil bo'ladi. Ayrimlarda esa yaxshi rivojlanmagan bo'ladi yoki hamma odamda har xil anatomiyasi, genetikasi, misol uchun kimgadir qo'llar yaxshi rivojlansa, kimgadir yelkalar yaxshi rivojlanadi, kimgadir oyoq mushaklari yaxshi rivojlanadi. Mana shunga qarab hammada har xil bo'ladi. Undan tashqari, genetikadan tashqari ob-havo, ekologiya u juda ham muhim rol o'ynaydigan faktorlardan biri. Ovqatlanish juda ham katta ahamiyatga ega. Ovqatlanish uchun to'g'ri sog'lom ovqatlanish kerak. Oqsilga boy mahsulotlar bo'lish kerak ratsionda. Undan tashqari meva-cheva normativda bo'lish kerak. Undan tashqari ko'katlar, undan tashqari kletchatka mahsuloti, xun tolasi, pishvoy va volokna bo'lish kerak. Uyqu yaxshi bo'lish kerak, uyqu. Endi hozirgi zamonda ko'pchilik kechgacha ishlaydi, o'qiydi, shuni hisobida zerikadi, charchaydi. Zerikish, charchash oqibatida kechasi soat 10-11larda endi uxlashni o'rniga ko'pchilik telefonda o'tiradi. To'g'ri, tushunish mumkin, endi baribir zerikkandan keyin biror narsa bilan o'zini o'tkisi keladi, biror narsani bilgisi keladi, biror narsani o'rgangisi keladi. Shaxsiy rivojlanish bor, misol uchun yoki ish masalasida, o'qish masalasida turishi mumkin, lekin shuni hisobida 1-2 kechasida yotib qolishlar juda ham ko'p. Aslida mana shu uyquni ham vaqtliroq yotish kerak. Shu gormonlaringiz kechasida eng kerakli vaqtda ishlab chiqarish boshlanadigan vaqtda siz yotib dam olayotgan bo'lishingiz kerak. Va lekin o'sha vaqtda agar odam uxlamagan bo'lsa agar, u vaqtda uxlamaganligi bois o'sha gormonlar ishlab chiqarilish normativi pasayib ketadi. Mana shu narsaga juda ham qattiq e'tibor berish kerak. Agar siz figura, formangizni, mushaklaringizni yaxshi o'stirib, yaxshi natijaga erishmoqchi bo'lsangiz, mana shu faktorlarga e'tibor berishingiz kerak. To'g'ri, misol uchun ekologiya sizning qo'lingizda emas, yashab turgan joyingizdan ko'chib bora olmasangiz agar bironta yaxshiroq joyga, bunaqada ekologiya, ob-havo masalasi mas'ul. Endi irsiyat, genetika ham sizning qo'lingizda emas, lekin ovqatlanish, to'g'ri sog'lom ovqatlanish o'z qo'lingizda bo'ladi. To'g'ri, misol uchun boshidan hamma ham eplolmaydi rasxod qilishni, sarf xarajatini to'g'ri ovqatlanishda, lekin hech bo'lmaganda zararli ovqatlarni darajasini pasaytirib, bu yerdan foydali ovqatlar to'g'ri tizimlab, to'g'ri ovqatlanish, sog'lom ovqatlanishga shu tarzga o'tish kerak. Uyqu masalasi. Endi uni ham bir iloj qilib, to'g'ri, ayrimlarga iloji yo'q, ma'lum bir hayotini ma'lum bir davrida o'qishi uchunmi, misol o'qish sababmi, o'qishga tayyorlanish sababidami, ish sababimi, misol uchun kechki smenada ishlashi mumkin. Almashtirib bilmasligi mumkin, lekin buni iloji boricha agar qo'ldan kelsa qilish kerak. Ya'ni juda kech emas, vaqtliroq yotish kerak, uyquga vaqtliroq. Soat 9-10 kechasidan uxlash kerak. Endi sizga misol uchun mana shu gabarit, mushak, yaxshi tana ko'rinishi kerakmi? Endi amal qilishingiz kerak unga. Va eng asosiysi nutrientlar. Nutrientlar bu juda ham dolzarb kerakli narsa. Chunki hozirgi ob-havo sharoiti, ekologiya, hozirgi ekologiyamizda, hozirgi davrda ayniqsa regionni olsak agar, misol uchun mana bizning davlatimizdagi janubiy regionlarda, misol uchun Xorazm tomonlari, mana Buxoro shahri, Qarshi, masalan, mana shu tomonlar, bu Qarshi ozgina havosi yaxshiroq. Mana shu o'zimizning regionimizni olsak agar, havo ekologiyani hozirgi holati uchun ozgina vazn olish qiyinroq bo'ladi.
Chunki nimaga deganda, men shu o'zim odamam ekologiyasi zo'r joyga borsa, shimoliy davlatlarga misol borganda, u yoqda tezroq vazn oladi. Agar shuni sharoitini qilsa, to'g'ri dam olish, to'g'ri ovqatlanish, vitaminlar, mana shularning hammasini jamlanganda, to'g'ri trenirovka ham tez natija bo'ladi. Chunki unda ob-havo masalasi ham, klimat ham shunga mosroq bo'ladi. Lekin bizda ozgina qiyinroq, buni to'g'ri tushunish kerak va bu hech qanaqa katta qiyinchilik emas. Bizning regionimizda uxlashga ko'proq, yaxshiroq e'tibor berish kerak. Chunki bizdagi klimat, ob-havo holati uyquni yaxshi olishlikni taqozo etadi va ovqatlanishni ham. Endi ulardan tashqari trenirovkani ham biladigan, ayniqsa trenerlar bilan, tushunadigan trenerlar, mutaxassis bilan ishlasangiz agar, misol uchun men ham trenerlik qilaman. Kimda agar Buxoro shahrida yashasa, kechki 8 dan kechki soatlari agar vaqti bo'lsa, trenerlik qilib beraman. Bu xizmat ham bor. Chunki trener bilan ishlaganingizda baribir natijaga tez erishasiz. Xatoni o'zingiz agar borganingizda ma'lum bir xatolarni qilsangiz, mana shu xatolardan o'tib, ya'ni bu xatolarga yo'l qo'ymasdan natijaga yaqinroq, tezroq, zararsiz holatda borasiz. O'zingizni ovqatlanishingizdan tashqari mana shu nutrientlar, vitaminlar, kerakli nutrientlarni pitaniyangizga, ya'ni oziqlanishingizga qo'shishingiz kerak. Mana shundagina natija bo'ladi. Ya'ni bu yerda o'sha hammasi qo'shilibdi. Ob-havo masalasi, demak ovqatlanish, to'g'ri ovqatlanish, yaxshi ovqatlanish, dam olish, uyqu, rejim hammasi, trenirovka va sport ozuqalari. Mana shular bilan hammasini to'g'ri qilganda, misol uchun har bir kishini organizmi ham har xil, genetikasi har xil, organizmi har xil, hammaga har xil kombinatsiya, hammaga har xil yondashuv qilish kerak. O'sha trenirovkasida ham, ovqatlanishda ham, sport ozuqalari tanlovida ham, dozirovkasida ham har xil bo'ladi. Shu uchun mutaxassis bilan ishlasangiz, o'zingizning maqsadingizga tezroq, marraga tezroq yetasiz. Garchi xayolingizda sarf xarajat ozgina ko'proqda tuyulishi mumkin, lekin bularni qilmasdan o'zingizni xatoyingizni ustida ishlasangiz agar vaqtingiz ham ko'p, yillab ketadi. Yillab qilingan ishda ovqatlanish, pitaniya, vitaminizatsiyaga ham ko'proq sarflaysiz va qolaversa noto'g'ri ishlaganda travma olish hodisalari ham bo'ladi. Bu ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun garchi xayolingizda qimmatroq ko'rinsa ham, aslida siz tejaysiz. Ozgina misol uchun trenerga, mana sportivniy pitaniya mutaxassisingizga, treneringizga ozgina xizmat haqqini berib, siz o'zingizni maqsadingizga tez, oson, zararsiz, travmasiz erishasiz.